terisi quruqlarga idealniy uchadigan tonalniy krem Hourglass brendini mana bu tonalkasi bo'ladi qizlar. Keling, hozir shuni ham test qilib beraman. Quruq yuzlar uchun yana bittasi mana bu Fine tonalkasi. Hozir men buni ochamiz va test qilamiz. Sizlar ko'rishingiz uchun men surib ko'rsatib beraman. To'g'ri, bu kichkina bo'lishi mumkin, lekin yuzi quruqlarga vasha yaxshi yotib beradi tonalkalar. Idealniy tonalka deb ayta olaman. Bemalol o'zini qo'l effektini gachon bo'lganimda men video o'chib qoladi. Mayli. Вот. Sizlar mana men buni hozir test qilamiz. Quruq yuzga idealniy tushib berishini ko'rasiz. Вот. Qaranglar. Terini ham oqartiradi, ham tabiiy turib beradi, yig'ilib qolmaydi. Mana. Silliq turib beradi. Xuddi o'zingiz yuzingiz shunaqa tinuvdek turib beradi. Mana set ko'rsataman. Ko'rasizlarmi? Umuman yig'ilib qolmaydi yuzda. Quruq yuzlar aynan sizlar uchun tonalka o'zi.